Hammaga salom. Sizlar bilan Delisi Ibragimov. Bugun biz sizlar bilan Champions Cupda tarkib tuzamiz. Videorolikni boshlashimdan oldin videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Xo'sh, boshlaymiz. 40 ta olmos so'ramoqda. Qani, boshladik. Bu yerda 4-3-2-1 taktikasi bilan 3-1-4-2 taktikasi berilmoqda. Bu yerdan biz 3-1-4-2 taktikasini tanlaymiz. Bu birinchisi toza himoyaga yopishib olgan. Shuning uchun biz 3-1-4-2 taktikasini tanlaymiz. Va boshladik. Mbappe tushmoqda. Mbappeni olamiz. Xo'sh, bu yerdan esa yana Zomerni olamiz. Va himoyaga Atemendini olamiz. Pachoni olamiz. Kubarsini olamiz. Shu yerga esa Guardiolani olamiz. Xo'sh, Zubimendini olamiz. Va Chalqanoglini ham olamiz. Bu yerdan esa Mike Tominini olamiz. Bu yerdan esa Kundeni olamiz. Va hujumga Shishklar bor ekan. Biz hujumga Shishkni olamiz. Va endi zaminiga bu yerda endi Chevalierni Silverni olamiz. Endi bu yerdan Malikni olamiz. Baldeni olamiz. Katta ehtimol bilan Cherkini olamiz. Va bu yerdan Joyliton olamizmi? Joyliton olamiz. Bu yerdan esa Williamsni olamiz. Bu yerdan Gakponi olamiz. Xo'sh. Endi bu yerdan kimni olamiz? Samuni olamiz. Mana tarkib yaxshi. Video cho'zilib ketmasligi uchun tezda aniq qildim. Tarkib yoqgan bo'lsa like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hali zo'rlari oldinda.